Sevgili payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam olamdan o'tganlariga 3 kun bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Oysha onamiz radhiyallohu anhoning oldilariga keldilar. Hol ahvol so'rab, "Ey qizim Oysha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barcha sunnatlarini menchalik mukammal ado qilgan inson bormi?" dedilar. Hazrat Oysha onamiz, "Yo'q otajon, siz hamma sunnatlarni to'liq to'kis ado qildingiz" dedilar. Hazrat Abu Bakr yana qaytarib, "Qizim, Alloh haqqa aytgin, barcha sunnatlarni ado qildimmi?" degan edilar. Oysha onamiz roziyallohu anha yig'lab yubordilar-da va "Otajon, Alloh haqqi deganingiz uchun aytaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir sunnati bor edi. Hech kimga aytmang, yo Oysha" der edilar. Arab bozorining oldida bir uy bor. U yerda bir 80 yoshga kirgan tug'ma ko'r nogiron, hech kimi yo'q yahudiy qariya yashardi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam har kuni yarim tunda tahajjud namozlarini o'qib bo'lgach, hamma uyquga ketgan paytida o'sha yahudiyni uyiga borib, uni yuvintirib, kiyimlarini yuvib, ovqatlantirib kelardilar, dedilar. Buni eshitgan Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu tahajjud namozini o'qidilar-da, yahudiyning uyiga yo'l oldi. Bordilar, uyga kirar ekanlar. 3-4 kundan beri hech kim xabar olmagan qariyani ahvoli juda ham achinarli holatda edi. Abu Bakr roziyallohu anhu darrov ishga kirishdilar. Supurdi, sidirdi, qariyani yuvintirdi, kiyimlarini almashtirdi. Ovqatlantirib bo'lgach, qariyaga "Mayli men boray" deb ketmoqchi bo'lgan edilar. Qariya Abu Bakr roziyallohu anhuni qo'llaridan ushladi va "Sen kimsan?" deb so'radi. Abu Bakr esa "Men bir qulman, ota. Har doim kelib sizni holingizdan xabar olib turgan qulman" dedilar. Shunda qariya "Sen yolg'on gapiryapsan" dedi. Abu Bakr "Nega unday deysiz?" dedilar. Qariya "Chunki sen menga qattiq muomalada bo'lding. Yuvintirganda ham, kiyintirganda ham, hatto ovqatlantirganda ham 3 kun avvalgi kelgan inson menga juda ehtiyotkorlik bilan qarardi. Cho'miltirganda ham, kiyintirganda ham, eng asosiysi ovqatimni chaynab berardi. Uning shunaqangi hidi bor ediki, u hidni butun arab diyoridan ham topa olmaysan" dedilar. Abu Bakr roziyallohu anhu tinmay yig'lar edilar. Qariya yana so'zda davom etib, "Agar o'sha odam sen bo'lsang, nimaga shuncha kun yo'q bo'lib ketding, yoki sen ham jodugarni to'riga ilindingmi?" dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu esa "Qanaqa jodugarni aytyapsiz, ota?" dedilar. Qariya "Eshitmaganmisan? Bir Muhammad alayhissalom deganini, u qanaqadir kitobni o'ziga kelganini va o'zini payg'ambarman deb hammani sehrlayapti-yu" dedi. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu dod devordilar va "Ey ota, to'xtang" dedilar. "O'sha siz aytayotgan insonlarning eng buyugi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'lganlariga 3 kun bo'ldi. Aslida siz jodugar degan o'sha inson shuncha yillar davomida sizning holingizdan xabar olib turdilar. Qarang, 3 kunda qanaqa holga tushibsiz" dedilar. Qariya qotib qoldi va "Unda sen kimsan?" dedi. "Men Abu Bakrman" dedilar. Qariya ham dod deb yig'lashni boshladilar va "Ey Xudo, meni ko'zimni ko'r, oyoqlarimni cho'loq, nogiron qilib yaratganing yetmasdan qalbimni ham ko'r qilgan ekansan" deb yig'lardi va "Ey Abu Bakr, sen guvoh bo'l, Allohning yagonaligiga va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning payg'ambarligiga guvohlik beraman" dedi-da Abu Bakr roziyallohu anhuning qo'lida jon berdi.